Salom hammaga. Karta maslahati. Kartalarimiz nima demoqchi? Karta maslahati. Sevgi borasida. Sevgi borasida. Salgina og'irroq bo'ling. U insonga har bitta gapingizni birozgina o'ylab gapirishga harakat qiling, chunki u insonni o'zingizdan har bir qilgan achchiq xarakteringiz tufayli o'zingizdan yo'qotib ketkazib qo'yishingiz mumkin. Keyin ayrim insonlar shundayki, oralaringizda ozgina masofa bo'ladigan bo'lsa, u insonni yaqinlashtirish uchun har doim janjal qilishga harakat qilib qolasiz. Bu narsa haqida yaxshilab o'ylab ko'rsangiz bo'lardi. Agar unday ko'p qiladigan bo'lsangiz, bu inson juda ham shirin so'zga o'ch inson. Ortiga qaramay yana yo'lida davom etishi mumkin. Agar munosabatlaringizni saqlab qolishingizni xohlaydigan bo'lsangiz, birozgina kartalarimiz og'irroq bo'lishlaringizni maslahat beryapti. Sevgi masalasida yana sizlarni juda ham yaxshi yangiliklar kutadi. Sevgi masalasida qandaydir sizni anchadan beri zimdan kuzatadigan inson bor. U inson o'zini muhabbatini aytishi mumkin. Sizning qandaydir og'ir, bosiq, bolalarcha fikrlaydigan yo bolalarcha harakat qiladigan beozor xarakteringiz u insonni har doim rom etadi. U inson qandaydir sovg'a solimlar bilan ko'nglingizni olishi mumkin. Yoki anchadan beri siz kechirmaydigan insoningiz bor. O'sha inson dabdurustdan paydo bo'lishi mumkin. Sevgi borasida juda ham qattiq qo'l bo'lmang. Salgina ko'nglingizni ochishingizni, hammasi tugadi deb o'ylashingizni kartalarimiz xohlamayapti, chunki hali munosabatlar tugamaganligi haqida aytyapti. Sevgan insoningiz qaysi fikrda? Sevgan insoningiz ham qandaydir juda ham tushkunlikka tushib qolgan. Bu masalani faqatgina siz yecha olasiz degan qandaydir tushkun kayfiyatda. Munosabatlaringiz qanday bo'ladi? Nima demoqchi kartalarimiz? Agar juda ham janjalingizni uzoq olib boradigan bo'lsangiz, munosabatlaringiz to'xtatishi mumkin. U inson o'zi agar qadam bosib yoki kechirim so'rab kelganida siz bu insonni rad qilmang. Agar rad qiladigan bo'lsalaringiz, qandaydir munosabatlaringiz bir umrga to'xtashi mumkin. Ehtiyot bo'lishlaringiz aytyapti. Karta maslahati. Siz ketgan insonga yoki ketgan narsangizga ko'p achinmang. Vaqti kelib taqdir yo'llari sizga boshqa eshiklarni doim ochib turganini hech qachon unutmang. Sizni yaqin kunlarda juda ham omadli kun kutyapti. Bu narsalarga tayyor turing deyapti. Siz o'zingiz pul masalasida yecholmaydigan yechimingiz bo'ladigan bo'lsa, yoshi kattaroq insondan siz maslahat so'rab ko'rishingizni aytyapti. Yo'l borasida siz anchadan beri kutayotgan narsangiz yoki anchadan beri ololmayotgan narsangizni yoki anchadan beri borolmayotgan narsangizga qo'lga kiritishingiz mumkin. Lekin bu yo'lda juda ham pul borasida ayyor insonlar sizdan foydalanishi mumkin. Bu narsadan ehtiyot bo'ling. Yaqinlar borasida juda ham yaxshi kun bo'ladi. Yaqinlaringiz bilan yaxshi munosabatda bo'lasiz. Yoki anchadan beri kechirmayotgan insoningiz bo'lsa, sizning uyingizga yoki oilaviy muammolarmi qandaydir sizni oilangizgami yo sizning yoningizgami uzr so'rab kelishi mumkin. Pul borasida qanday bo'ladi? Pul borasida birozgina kim bilandir janjallashib qolasiz, lekin bu narsa sizning foydangizga bo'ladi albatta. Qandaydir anchadan beri ololmaydigan yoki anchadan beri siz kimgadir pulni berib yecholmaydigan yechimingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu hafta siz yoki mana shu oy yo shu kunlarda siz otingizni qamchilashingiz mumkin, chunki bu yaqin kunlar siz uchun eng yaxshi omadli kun bo'lishi mumkin. Kartalarimiz aytyapti, hech qachon o'zingiz qo'ygan maqsadingizdan yoki o'zingiz hamma narsaga erishganligingizdan siz omadli insonligingizni hech qachon unutmang. Sizlarda 4 kun yo 4 haftaning ichida juda ham yaxshi yangilik bo'ladi. Kartalarimiz o'zingizni qo'lga olishdan, har qanday vaziyatda munosabat bo'yicha yoki do'stlar borasida ham yoki pul borasida ham sizni juda ham omadli kun kutayotganini kartalarimiz aytib
o'tmoqda. Yoqqan bo'lsa bitta like bosing. Kutib qolaman. Kattakon rahmat. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.